Dasturimizni yaxshi kayfiyatda davom ettiramiz. Agarda siz biz berib borayotgan tavsiyalarni diqqat bilan tomosha qilib, uni hayotingizda qo'llayotgan bo'lsangiz, biz bundan mamnunmiz. Yana siz uchun tayyorlangan sara taqdimlardan biriga e'tiboringizni qaratamiz. Assalomu alaykum. Mana bugungi mavzumiz asosan menda iltimos qilishdi. Juda ko'p sonli savollarimizga javob bering. Ancha-muncha savollar yig'ilib qolgan ekan. Harakat qildim savollarni sistemalashtirishga. Ya'ni juda ko'p savollar qayta-qayta berilgan Saodat yorimdan. Masalan, oyoqdagi og'riqlar, oyoqdagi shishlar yoki bezovtaliklar bu tomoq infeksiyasi sabab bo'lishi mumkinmikan, rostdanmikan degan savollar bo'ldi. Ha, deb javob beraman. Chunki tomoqda stafilokokk yoki streptokokk infeksiyasi bo'ladi va u infeksiyalarning yakuni boshlanishi har bitta palkani cho'pni boshi oxiri bor deydi-yu, tomoqdan kiradigan infeksiya o'z yo'llari birinchi o'rinda bo'qoqni zararlaydi. Ya'ni biz UZIda ko'rganimizda, ultratovushda ko'rganimizda UZIda bo'qoq shamollagan tireoidit deb beradi. Ko'pincha 90% holatlarda tireoidit. Uni sababi nimada deb tekshirganda, biz qonda tekshirganimizda antitipasi baland chiqadi bo'ladi va bu bir necha oylar, yillar bo'lsa bo'qoqda tugunlar paydo bo'ladi. Chunki haligi stafilokokk yoki streptokokk yoki atinobakter qaysi bo'lsa bitta tayoqcha tushadi, atrofini o'rab oladi va u o'zini o'zi harakat qiladi yemirishga. O'sha uchun autoimmun tireoidit, bo'qoqda shamollashlar bor. Demak, men ketyapman. Tomoqda infeksiya bo'lsa, birinchi o'rinda bo'qoqni zararlaydi. Keyin ketdi o'z yo'lida davom etaveradi. Ko'pincha og'izdan hid kelishlar, oshqozonda ketdi gastrit, mana shu narsalar berish mumkin. Undan keyin bunga har qanday organizmdagi infeksiyaga qarshi bizada jigar javob bergan bo'ladi. Jigarni ko'rganimizda ayol tili baland bo'lib chiqadi. Ketdi, keyingisi esa va undan o'tib, o'sha yillar o'tib, har 5 yil bu hali nima qiyosiy, majoziy ma'noda aytaman, bu infeksiya tushaveradi pastga va oxiri oyoqga. Agar u stafilokokk bo'lsa, faqat oyoqni o'zida yemirish bo'ladi. Ketdi ko'ksa artrozlar, suyakni o'zidagi yemirishlar. Lekin streptokokk bo'ladigan bo'lsa, u yurakka, revmatizmgacha o'tadi. Revmatizmdan keyin biz yurakgacha o'tib ketamiz ko'pincha. Va bir paytda o'zi shuni davolaganimizda bir necha kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz va ularni o'zimiz bilmagan holda davolab yuborgan bo'lamiz. Har doim oyog'ingiz og'ridimi? Birinchi o'rinda o'ylang. Tez shamollamadingizmi? Tomoqda nimadir turganday bo'lmaydimi? Jahldorlik tez yo'qmi? Yutinganda nimadir yopishqoqlik hissi yo'qmi? Ovqat yeganda qorindan bo'lish yo'qmi? Oyoqlarda og'riqlar yo'qmi? Agar mana shu shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, albatta terapevtingizga yoki o'zingizning yoningizdagi eng yaqin klinikaga borib, sizlar shuni tekshirasizlarmi yoki keling, mana albatta yordam beramiz. Yana bitta narsa, agar ayol kishi asabiy bo'lsa yoki boshida cherepnoy davleniya deymiz, cherepnoylari bo'lsa, ularda ko'pincha sut yo'llari ochiq bo'ladi. Sut yo'llari ochiq degani bu mana shu infeksiyani sut yo'llarida o'tirib qolishi. O'sha uchun ko'kraklarda kistalar, ko'pincha mana shuni mammologlar bilan ko'p onkologiya bilan aralashtirib yuborishadi-da, vahimaga tushib qolishadi. O'sha uchun ham yaxshi mutaxassisga birdaniga borganda uni ham davolarni qilish kerak. Masalan, biz aytamizki, emizikli ayollarda hali onani sutida infeksiya chiqdi. Mana bu ham xuddi shunaqa. Sutidan infeksiya chiqdi, bo'ldi, emizma deb hali yosh go'dakda endi immunitet olib kelayotganda uni sutdan ham ajratib tashlaymiz. Yo'q. Nima sababdan qanaqa infeksiya chiqdi? Chunki meni juda ham ko'p bemorlarim bor, har doim aytadi, Saodat yorimdan kelgandan keyin 4 ta bolamni emizmaganman, 5-chimni Saodat yorimdan kelgandan keyin emizdim. Men hech narsa qilmadim. Men qilgan ishim bolani ichi buzilganda onani sutini va bolani axlatini tekshiramiz. Agar onani sutida stafilokokk, qanaqadir infeksiya, farqi yo'q, qanaqa infeksiya chiqadigan bo'lsa, demak bu onani tomog'i kelib turibdi. Bir payt o'zi tomog'idan ekma olamiz, tekshiramiz, bo'qoqlarini ko'ramizda va onani davolaymiz. Onani davolab turib, yana bemalol bolani emizavergin deymiz. Demak, har bitta narsa, men har doim aytaman. Masalan, tapichkada mix turibdi. Har safar tapichkani kiysangiz, mix
yara qildi, hamma olib yarani davolaydi, hech kim mixni olishga harakat qilmaydi. Men har doim o'sha kichkinagina mix har doim bizada tomoqdagi infeksiyalarda turadi. Albatta bunga befarq bo'lmasligimiz kerak. O'zi kichkina, lekin o'zini ko'rsatishi juda ham har bitta organda o'zini ko'rsatib beradi. Profilaktika deydigan bo'lsa, profilaktika uchun biz har doim immun sistemangiz yaxshi bo'lsa, immunitet baland bo'lsa, organizm o'zi har qanday tushgan infeksiyaga qarshi o'zi kurasha oladi. O'sha uchun immunitet bu nima? Har kuni kechqurun 10 da vaqtida uxlash shart. Ertalab kechki yurishlar, toza havoda sayr, vaqtida uyqu va normadagi ovqatlanish bu eng asosiy immunitetga qaraydi. Chunki immunitet asosan ichaklarda shakllanadi. O'sha uchun ichi ko'p ketadiganlarda ham, ichi qotadiganlarda ham immun sistema yaxshi ishlamaydi. O'sha uchun biz har doim aytamiz, ich me'yorda vaqtida kelib tursa, ichakdagi asosiy axlatlar chiqib tursa, zaharlar chiqib ketsa, biz har doim immun sistemamiz yaxshi bo'ladi. Eng qimmatbaho ne'mat bu sog'lig'ingiz. Uning qadriga yeting. Ko'rishguncha xayr.